Assalomu alaykum azizlar. Ko'plab suhbatlarimizda insonning muvaffaqiyat omili mavzusida har xil jihat mavzularni ko'taramiz. Kimdir menejment mavzusida, kimdir qalb xotirjamligi mavzusida, kimdir yana marketing, sotuv, yana boshqa tizim aktual mavzularni ko'tarsa, ko'plab bugungi kunda tajribali tadbirkorlar bilan uchrashganimizda, suhbat qilganimizda Hasan aka eng muhim omillardan biri har doimgidek aktual bu energiya mavzusi, sog'liq mavzusi. Rustam aka Po'latov bugungi ko'rsatuvimiz qahramoni. Insonni, muvaffaqiyatli insonni ko'plab tashvishi bor, lekin insonning mazasi bo'lmasa, kasal bo'lmasa, yagona va bitta aktual tashvish bu energiya va sog'liq bo'ladi degan fikrlarni aytishdi. Shu boisdan biz bugun ularni mehmon sifatida taklif qildik. Rustam aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum va alaykum assalom. Sizni bugungi ko'rsatuv qahramoni sifatida ko'rganimizdan xursandmiz. Rahmat. O'zingizni muxlislarimizga bir tanishtirsak-da, sizni taniganlar bor, tanimaganlar bor. Keyin asosiy mavzuga o'tsak. Mening ismim Rustam Po'latov. Yoshim 48 da. Qisqa mazmun qilib turaman. O'zim tug'ilib o'sishim joyim shu Zangiota tumani, Toshkent oblasti. Tug'ilib, katta bo'lib, hayotimning asosiy mazmuni sport bilan bog'liq bo'lgan. Ko'plik aytaman, mana shu hozir energiya masalasida mavzuni ochganingizga sport bilan shug'ullanib kelib, biz o'sha paytda uni xarajati bilan tiklanishi hisobga olmagan ekanmiz. Yoshligimizda juda ko'p xarajatlar qilganmiz. Bilib bilmay. Shuni asorati bilan yillar davomida muammolar to'planib kelar ekan. U muammolar shu 30-40 plusdan keyin sekin o'z haqida gapirar ekan. Demak, bugun ko'p sizga uchragan va siz ko'proq shu mavzuning atrofida suhbat qilib turibsiz. Hamma narsani qo'yiladi, lekin energiya va sog'liq va sport qirrasidan charchagan, asosiy bir resursi defitsiti sifatida quvvat, energiya aktual bo'lgan insonlar sizga murojaat qiladi. To'ppa-to'g'ri. Siz nutritsiolog, trener, sportsmen, ali komsomol, pioner, kinokonets, krasavitsa. Qaysi sohadagi mutaxassis sifatida sizga murojaat qilishadi? Sport va nutritsiologiya bo'yicha, ya'ni imini sog'lig'ida muammo bo'lib kelayotgan insonlar murojaat qiladi. Men uni nima uchun sog'lig'ida muammo va bunga qanday qilib yechim ham sport, ham to'g'ri sog'lom ovqat yeyish yo'nalishida yordam berishga harakat qilib kelaman. Bugungi suhbatda asosiy sababi nasib qilsa 13-fevral kuni, Ramazondan oldingi juma kun Executive klubimizda oyda bir marta bo'ladigan uchrashuvni aynan shu mavzuni ochamiz dedik. Bu boyagi sport, sog'liq bobida sizga murojaat qiladiganlar, demak, holati qizilga tushganlar murojaat qiladimi? Yo endi sariq sifatida pul so'ratda yurganlarmi, yo yaxshi kayfiyatda bo'lganlar ham murojaat qiladi? Uchala vaziyatda ham. Uchala vaziyatda ham bor. Uchala vaziyatda. O'zi qaysi vaziyatdagiz yaxshi? Tiklanishganmi? Birinchi vaziyat. Eng yaxshisi payti, xotirjam, yashil zonadagi payt. Imkon bor hali. Demak, hali kirib ketmagan. Просто keyin qimmatroq bo'ladi. Yechimi qiyinroq bo'ladi. Kimnidir imkoniyati bor-u, xohishi bo'lmaydi, kimnidir xohishi bor-u, imkoniyati bo'lmaydi. Shunaqa vaziyatlarda qolib qoladi. Kimnidir xohishi ham, vaziyati ham bo'ladi, lekin yechimi topilmaydi. Men endi o'zimiz qarindoshlarimiz ichida ham bir yaqin befarq bo'lmagan insonimiz bor. Yoshlikda sport bilan shug'ullanmanman. Afsuski sog'lig'im ketma-ket ketib, hozir qo'limdan ushlab, ashali harakat qiladigan, terapiya boshqa narsaga olib kelishyapti. Hattoki o'zimni eplashim qiyin. Oilam, farzandlarim, ayolim faqat bor energiyasi hali ularni menga borib o'sha упражнение, protseduralarga borishga ketyapti deyapti. Vaholanki uni oldini olish mumkin bo'lgan. Albatta. Siz hozir yoshligingizda befarq bo'lmasangiz, ertaga o'zingizni foydangizga. Albatta. Lekin siz ko'rasiz, hattoki mana hozir ham obed qilgan paytimizda like qo'yishga xijolat qildim, chunki qo'shilmayman fikringizga deyapsiz. Yeyotgan ovqatimdagi xatolarni ko'ryapsiz. Yoki deyli like qo'ymay desam, anaqa dilingiz xira bo'lyapsiz.
nega menga e'tibor qilmayapti? O'sha bugun haqiqatdan to'g'ridan to'g'ri ommatan ko'rasiz-ku, achinib ketadigan ko'p xafa bo'ladigan odamlar energiyasini yo'qotyapti, lekin bilmay yo'qotayotgan omillardan nimani kuzatyapsiz? Insonlar eng muhimi haqiqatdan bu mavzu juda chuqur mavzu, eng kerakli mavzulardan bittasi energiyani behuda sarflash. Inson hech narsa harakat qilmay yotganida ham kun davomida erkak kishi bilan ayol kishini energiya sarflashi ikki xil. Ya'ni erkak kishi ko'proq xarajat qiladi, ayol kishi kamroq xarajat qiladi. Shu jim o'tirgan holatingizda bir sutkada hech narsa qilmasangiz ham 1200 dan 2000 kaloriya o'zidan o'zi xarajat qiladi. Sababi 20%, 25% miya xarajat qiladi. Chunki u kontrol qiladi butun tizimni ishlayotganiga. Ikkinchi o'rinda 15, 18, 20 gacha jigar xarajat qiladi. 8, 10 atrofida yurak xarajat qiladi. Mana energiya kaloriya. Energiya kaloriya. To есть ular sizni sog' bo'lishingizga, hamma hujayralaringiz, gormonlaringiz vaqtida ishlab berishiga ular shu mexanizm ishlab turadi. Xuddi mashinani boyayotganingizdek, zavod turgan holatda biz yashaveramiz. U to'xtamaydi. Faqat biz ularga imkoniyat beramiz tiklanib olishiga uyqu paytida. Yoki uni zo'r ishlashiga mashg'ulot paytida biz imkoniyat yaratib bera olamiz. Shuning uchun mana erkak kishi bilan ayol kishining xarajati nimada? Erkak kishida mushaklar hisobiga ko'p ham katta, chunki fizikani ko'proq ular qiladi. Shuning uchun ularning muskuliga, tanasiga, bo'yiga, yoshiga qarab uning xarajati bor. Ayol kishida muskul kam, ya'ni jismoniy harakatlar kam bo'lganiga energiya kamroq xarajat qiladi. Shuning uchun erkak kishi energiyani ko'proq xarajat qiladi va xarajatni joyiga qo'yish uchun buni o'zini ya'ni qonun qoidasi bor. Jismonan, ovqat yeyish tomonidan va tiklanish uyqudan. Shu 3 ta etapni albatta to'g'ri taqsimlash kerak. Xo'p, bu demoqchi bo'lganingizki, bu masalan deylik, men o'rtacha bilmayman, bir kunda men hatto kaloriyalarni tushunmaydiganlar orasiga sarasiga kiraman. Kimlardadir o'sha xarajatni to'g'ri boshqarish kerak, noto'g'ri boshqarilyapti demoqchimiz, nima degani? To'g'ri, ular bilib bilmay qilayotgan joyi inson masalan sport zaliga keldi, u trenirovka qilyapti. Xayolida men qancha trenirovka qilsam, chunki hamma ommada, kitoblarda yozilgan trenirovka qilsang zo'r bo'lasan, sog'lom bo'lasan deydi. Lekin siz trenirovka qilayotgan paytingizda sizni xarajatingizni hech kim sanamayapti. Hamma ovqat kaloriyasini sanaydi. U qanchalik kirayotganini sanaydi. Lekin biror bitta odamni ko'rganim yo'qki, bir kunlik xarajatini kimdir sanadimi? Prihod bilan rasxod muhim. Bu juda muhim. Xo'p, nima degani? Bir xilla hali 100 so'mlik ovqat yeb, 10 so'mlik xarajat qilyapti, kimdir 100 so'mlik ovqat yeb, 120 so'mlik xarajat qilyapti demoqchisiz. Shunga yaqin, masalan, dietologga boryapti-da, dietolog unga yozib beryapti. 1200 kaloriya yegin deb. Savol: nimani hisobiga 1200? Nega 1000 emas, nimaga 1000 emas? Qayerdan oldi u sonni? Uni yoshini, uni kilosini, uni bo'yini sanadimi yoki uni muammosini sanadimi yoki kun davomidagi xarajatini sanadimi? Men birinchi bo'lib kun davomidagi so'rayman, nima ish qilasiz deyman. Keyin vaznini so'rayman, keyin yoshini so'rayman, keyin shikoyatlarini so'rayman. Bu xarajatlarni taxminiy maksimumini olaman. Minimum menga qiziq emas, menga maksimumi kerak. O'shanda men o'sha unga yozib beradigan taom o'sha uni xarajatidan sal ko'proq kerak ekanda kirim. Endi ikkinchi savol, bu yozib bergan narsam uni badaniga so'rilyaptimi yo'qmi? Bunga jigar javob beryaptimi yo'qmi? Shularni sanashni boshlayman. O'shandan keyin uni o'zini algoritmi kelib chiqadi.
Demak, birinchi barra boshqa ta'bir bilan aytganda o'ziga xos express check-up qilib bir diagnostika qilasiz. Albatta. Bu muhim. Eng Sizga murojaat qilganlar. Endi bu siz nutritsiolog shlyapasidan bu ishni qilasizmi yo dietolog sifatida qilasizmi yo sportivniy trener sifatida buni qilasizmi? Qaysi savolga javob topish uchun qaysi rakursdan? nutritsiologiya yo'nalishi bo'yicha. Demak, siz hozir bu yerda berayotgan tavsiyalaringiz nutritsiolog, tajribali nutritsiolog sifatida bu o'zingizni tajribangiz va tavsiyalaringiz bor va bu muhim tavsiyalar sifatida bugun qabul qilishlarini xohladingiz. Sport sohasida uni chiqimi haqida gap ketyapti. Men chiqimini ham bilishim kerak. Ya'ni nutritsiolog prixod haqida mas'ulmi yo rasxod? Prixod bilan rasxodni tasdiq beradigan narsa. Jismoniy sport u sizni xarajatingizni hisoblab beradi. Okey, bo'ldi. Yana endi men zoom-out nuqtai nazardan savollarni beraman. Hozir bizani men shu o'zda mana hozir ko'rsatuv bir executive klubdagi do'stlarimizga yoki yaqinda borgan biznes klub bu kafedagi do'stlarimizga tashladik. Bundan keyin boring yana bu narsani M-Factor yo boshqa o'zimizning YouTube kanallariga yoki siz o'zingiz auditoriyangiz kanallariga ulashganingizda buni bilishimiz bizga nima beradi? Men bundan xabarim yo'q. degan savol tug'iladi. Что с этим делать? deydi. Mana men buni taqishga taqib oldimmi, u statistikani nimani ko'rayu, so what undan keyinchi degan savolga javob beraylik. Nima qilib beradi? Men bilmaydigan odam sifatida. Endi hozirgi shu mandagi kelib chiqqan kasb insonga nima yordam beradi? Birinchidan u birinchi o'rinda ichki dunyosini tizimini tiklab oladi. Tizim to'g'ri ishlagandan keyin sizni yeyotgan ovqatingiz badaningizga so'rilib, u xom ashyo, ya'ni stroy material deydi ruschasiga, o'sha badaningizga so'rilish yo'nalishi bo'yicha tiklanish jarayonini qilib olyaptimi yo'qmi, shuni bilib oladi. Ikkinchida siz qanchalik muammoyingizdan qutulib, qanchalik foydaga kirayotganingizni bilib oladi. Va eng o'zi umumiy maqsad umrni uzaytirish, sog'lom. Bularni to'g'ri boshqarish shu natijaga olib keladi. Ya'ni mashinani ham siz haydab yursangiz, uni obslugasi TO2 deydi, texniskiy obslujivание. TO2 1 qilib yursangiz, TO2 ya'ni грубый TO2 2 texniskiy obslujivание, грубый remont haqida gapiryapti. Грубый remontga borib qolmasligingiz uchun siz TO1 ni qilishingiz kerak. Ya'ni texniskiy obslujivание nomer 1. Kundalik xarajat bilan kirimi moyini, unisini, bunisini. To'g'ri. Siz agar shu narsalarga e'tibor qilsangiz, mashinangiz ham uzoq yuradi, tana ham xuddi shunaqa. Mashina bilan solishtirsak yoki biznesda ham solishtirsak, biznesmenlarga aloqasi bo'lsa, biza topayotgan pulimizni sarmoyasini qatga tikyapmiz va undan qanaqa natija olamiz? 100 so'm tikib keyin 100 ming so'm olamizmi? Yoki 100 so'm tikib turib 100 so'm olamizmi yoki 90 so'm olamizmi? Bu ham muhim. Bu ham muhim. Tushunarli. Maqsad. Mana biza o'zimizni mavzularimizda, chiqishlarimizda Radislav Gandapasni skripti uspexi degan mavzusini ko'p o'zimiz auditoriyaga ulashgan paytlarim bo'ladi. O'sha yerda u aytadiki, uspeh deydi, от слова успеть deydi. Endi deydi, nimani uspet qilishim kerak desa, shu 4 ta insonning muhim resursi bor deydi. U muhim resurslarni hammasini profitsitga olib chiqsangiz, seni muvaffaqiyatli insonlar qatorida e'tirof qiladi. U 4 ta resursi ichida birinchisi vaqt, uni to'g'ri boshqarish, vaqtni profitsit. Ikkinchisi o'sha energiya deyapti. Energiyani to'g'ri boshqarish va uni profitsitga olib chiqish. Uni o'ylamaydigan darajada xotirjam bo'lish. Uchinchisi pul profitsitda bo'lsa, pulni o'ylaymiz. To'rtinchisi status. Yaxshi nom. Siz haqingizda men muvaffaqiyatli deyishim uchun shu odam haqida ijobiy fikrdaman. Shu odam puli достаточно yetarliki, aka 100 ming qarashib turing yoki ko'chada aniq sport zaldan chiqib ketayotganda bittasi keldi, aka 80 mingga bir kunga ishlashga tayyorman deyapti. Abetiga odamlar 100 ming, 200 ming, 300 ming sarflab turganda 80 mingga bir kunga ishlashga tayyorman degan odam defitsitda. U bechora o'sha pul evaziga vaqti va energiyani almashishga tayyor deyapti. Mana defitsitni yorqin misol. Albatta o'sha energiya. Mana bugungi kunda siz bilan biz ko'tarilayotgan mavzu eng muhim resurslardan. Demak, bu minusga olib ketayotganini odamlar yetib boryapti, kech bo'lyapti, qimmatroq bo'lyapti, mashinani vaqtida qaramagan. Endi demak sizga ko'p shunaqa murojaat bilan kelayotganlarni
nablюдениесini hisobida nima xulosalar borki, ты туда не ходи, ты сюда ходи, а то снег в голову попадет deydigan hali krik dushilaringiz bor. 40dan keyingi, 30dan keyingi, 50dan keyingi muvaffaqiyatli insonlar bor, lekin energiya bobida balon teshilganlarga murojaatlaringizni aytib bering. Murojaatim ular kaloriyani qancha yeyotganini hisoblash kerak emas ular. Faqat kaloriyada emas gap. Ha, yo'q. Qo'rqmasdan bosaveringlarmi? Rustam akam shunaqa dedilar deb. Qo'rqmasdan bosing, uni isbotlab ham bera olaman. Kaloriya важно emas demoqchisiz. Yo'q, важно emas. Aha. Nima важно? Xarajat. Xo'p, xarajat. Endi men bilmagan holda xarajatni ko'p qilyapmanmi, kam qilyapmanmi bilmayman-ku. Kaloriya o'sha nech pul topganimni bilishing bilmayapsan do'st. Ikkita yo'lni aytaman. Nimaga asoslanish kerak? Birinchi. Kirim, ya'ni yeyotgan ovqati, chiqim, uni qanaqa qilib xarajat qilayotgan? Xarajat qilyaptimi yo'q? Kirim bor, chiqim bormi yo'q? Shu xarajatni ham mana shu beradimi? Beradi, o'rtacha plyus. Yo'q, men hozir shu payt shuni ham bilmasdim-da. Hozir ham bilmayman, lekin uchot ketyapti. O'shani metodim tikiniya deydi ruschasiga. Endi aqlimiz yetgani, sizda eshitmaganmiz-da shu paytgacha vupchilar okrujeniyasida yurib, anularning oldida xijolat bo'lmaydi deb, hech bo'lmasa vup taqvamizki, qat'iy shundan boshlayapmiz. Bizni yeyotgan kaloriyamizni agar kaloriyaga taqqos qiladigan bo'lsak, u muhim emasligini isboti. Chunki u qancha yeyishingizdan qat'iy nazar eng katta muammosi uni jigar. Ruxsat beryaptimi badanga o'tib ketishiga, so'rilishiga yoki bermayaptimi? Hamma muammo jigarga kelib taqaladi. Hech kim buni hisobini olmaydi. Kaloriyami, anoni, bu yechim emas. U nima yeyishingizdan, tillo narsami, arzon narsami, qimmat narsami farqi yo'q. U jigar unga ruxsat beryaptimi, yo'qmi? Lekin ruxsat bermasa, nima sababdan ruxsat bermaydi? Jigar o'sha ishtaha. Yo'q, jigar bu shunaqa organki, bu filtratsiya qiladi. Ya mana hozir men nima yeyotganim, jigar menga ruxsat beryaptimi, yo'qmi deyapsiz. Yegim kelyapti, kelmayapti degan savolga javob topmaymi? Jigar to'sqinlik qilsa, yeyotgan ovqatingizni badaningizga so'rilmasa, значит badan menga ber deyveradi. Miya yaxshi ishlamaydi. O'sha paytda sizga shirinlikka tortadi. Ya'ni ishtahangizni ochib yuboradi. Siz yegan sari jigar to'sqinlik qilaveradi, badaningizga so'rilmaydi, siz yana ham ko'p yegingiz kelaveradi. Toki uglevodniy balans ko'payib ketsa. Qissadan qissa balki men uncha aqlim yetmaydi, mendan ko'ra aqlli insonlar tomosha qilayotganlar, Hasan aka shunchalik ham sodda bo'lasizmi deyishi mumkin, lekin menga o'xshagan va mendan battar soddalarga ashula qilib aytadigan formatda suhbat qilamiz. Hammasidan ham ko'ra muhim jigarga bir e'tibor qaratishni 100% nima qilyapsiz, подсвечивать qilyapsiz. Men masalan shu paytgacha jigarimni temasiga даже qachon обращаться qilganim esimda yo'q ekan. O'sha nutritsiologlar va sizga o'xshagan odamlar jigarga beparvo bo'lma degan messej olishimiz kerakmi shunda? Albatta. Birinchi nima qilish kerak? Jigari bor analiz qilinadimi? Insulin resistentность deydi. ALT, AST. Va agar ular juda baland ko'rsatkich, me'yordan o'tib ketgan ko'rsatkichdan ko'rsatsa, undan значит uni chuqurroq o'rganish uchun yana nimadirlar qo'shiladi, kofaktorlar. Glyukoza qo'shiladi, u qat'iy jarohat yetkazgan testosteronni ko'riladi, testosteronga mahsulot qancha yetib boryapti, qancha yetib bormayapti. Yetib bormaganda qaysi muammolarni orttirib bo'ldi. Ularni oldini olish uchun chuqurlashib ketilaveradi. Xullas, baribir tushunmayman, lekin sizga o'xshagan bitta aqlli odam oldiga borib, aka bir qarab bering, nima qilishim kerak deb borishim kerak ekan. Mana kimdir endokrinologga boradi, kimdir dietologga boradi. Bugun 30 dan keyin, 35 dan 40 dan 50 dan keyin muhim o'sha kech bo'ladi. Nutritsiologga bormasang bo'lmaydigan davrlar kelyapti demoqchimiz. Albatta. Bugun nutritsiologlar praktikasi qanchalik populyarmi yo populyarmi emas hozir? Endi hozirgi kunda nutritsiologiya yo'nalishi hamma oldin yeb ichib kayf qilgan narsa PR qilgan bo'lsa, hozirgi kunda sport zal, to'g'ri ovqat yeyotganini ko'p ommalarda ko'ramiz. Ya'ni nutritsiologiya hozir birinchi o'rinda bo'lib qoldi, hamma tushunib yetish boshladi. Sog'liq muhim ekan, pul emas. Biz pul topish uchun sog'lig'imizni ishlatyapmiz. Vaholanki teskarisiga kelganda pulimiz yetarmikan sog'liqni tiklashga, ikkinchisi urgirarmikanmiz yoki buni yechimi haqiqatan bormi? Pulimiz bor-ku, lekin yechib beradimi uni? Uspeh от слова uspeh desa ulgurmay qolishimiz mumkin.
ulgurmay qolishi mumkin. kech bo'ladi. Hech qaysi pulingiz bilan ham Doktor oldiga otangizni, keldingiz, onangizni sog'lom saqlamay qolasiz. doktor oldiga keldingiz, doktorga pulini berdingiz, ana shuncha xarajat bo'ladi. Har bo'ldi, muammo edi. Lekin ochib qarasa aql yetmayapti, chunki imkoniyatlar qolmagan bo'ladi, resurslar qolmagan bo'ladi. Oldini olish mumkin bo'lardi asli. Ha? Oldini olish mumkin bo'ladi, har doim mumkin. Mana o'zimiz ham rahmatli otamizni Germaniyaga olib borganda ham 4-stadiya, metastaza 50 ming berasan, 100 ming berasan, 500 ming berasan bo'ldi, kech qoldinglar. To'ppa-to'g'ri. dedi. Men bu gapni bejiz aytmadim. Sizni tanigan va tanimaganlar biladiki, sizda ham metastaza, 4-stadiya, onkologiya, rak. Necha yil oldin bo'ldi? 6 yil, 2019-yil. Qayerdan bo'lgan rak? Oshqozon osti bezi. Shu adam akam oshqozon osti bezi. Nimaga Rustam akam tirik qoldi degan javobni bering. Nima qildingizki, sizni ham prigovor sifatida bandalik bo'ldi, tayyor bo'linglar degan nimani berishgan. To'g'rimi? Xulosani berishgan. Doktorga murojaat qilganimda, ya'ni pulga bo'lsa doktorlarning Gippokrat qonuni bor. Ular mavzuni patsientga aytish kerak emas. Sen o'lyapsan deya olmaydi. Sen zo'r bo'lib ketasan deydi, o'layotgan bo'lsa ham. Uni pulga sotib oldim. Men qara, men shuncha pul beraman. Qara, so'rab kechi, eng muhim meni operatsiya qilgan odamdan qancha yashash imkoniyatim qoldi. U songa bog'lab 100 dan 30 qoldi. 30 qanchada tugaydi, men bilmayman deb menga murojaat etyapti javobini. Bo'lmasa imkoniyatim 30 borligida men o'zim yurtimga qaytib olay, dafn qilinsin, o'zim yurtimda dafn qilinsin degan sharoit yaratib Toshkentga yetib keldim. Ya'ni o'sha oshqozon. Necha yillik gap? 2019. 2019 bu karantindan oldinmi yoki karantin kirgan payt? Karantindagi davringiz. Qayerdan qaytib keldingiz? Hindistondan. Hindistondan, Delhi. Hindistondan 30 degani shu kamida 1 oylik umringiz qoldi degan holatda qaytib keldingiz 19-yil. 86 kilolik bayet 39 kilo invalidlik kolyaskada kelyapti. Oshqozoni yo'q, 12 barmoq ichak yo'q, 8 metrli ichakdan 4 metr ichak. Bo'ldi, ishqilib uygacha yetib olsin degan spravka smerti vipiska. Ular o'zi 100% bu bolani oxirgi marta ko'ryapmiz, xayrlashyapmiz deb meni ketkazib yuborishgan. Alloh oson qilsin deb yo'q. 6 oydan keyin men ularga telefon qilib, "How are you bro? I am Rustam" desam, yozdi. Bo'lishi mumkin emas, video qilib menga deyapti. Video qilsam, gapirmay, prosta ko'zidan yosh kelib yig'layapti. Ishonmayapti. Kandidatskiy yoqlasam bo'ladi, sani kesingda deyapti. Haqiqatan kandidatskiy bo'lgan. Ular meni olib ketib, gapirib ber, siz bilan suhbat quramiz. Ya mogli Lenin spasti deyordi. Nima qilding? Anata, hali $1 million bersa ham davolanmagan odamni sifat qilardim deyapti. Lekin hozir bu hazil qilyapsiz, o'zi aslida ham bizning hazilimiz o'sha yerda chin bo'ldi. Men hozir taklif qilayotgan ratsionni JP degan klinikasiga shu necha mingta odam kelayotgan bo'lsa, farqi yo'q qanaqa kasaldan kelayotgan bo'lsa, shu platformani ularga berishyapti. Birinchi yechimi sani ovqating ekan dedi. Ular shuni kiritib qo'yishdi va ular menga shundan patent to'lashga tayyor edi. O'sha 2019-yil hisob-kitob qilganda ular oyiga $80 ming to'lash kerak edi. Sizga? Menga. To'layaptimi? Men boshqa tema o'sha. Yo'q, men уже как yurist Alloh menga bu hayotni qaytarib bergani uchun pul muhim emasligini tushunib yetdim. Men o'sha yerda o'zida shu yuridik оформить qildim. Kelgan pul, menga beriladigan pul to'planib, musulmonman deb kelgan insonni puli yetmay qolsa, muammosi bo'lsa, shu jamg'armada yopilsin deb o'zim rozichiligim bu pulni olmadim. Qo'y. Lekin o'sha vaqtda uysiz, joysiz, mashinasiz, ishsiz, sog'liqsiz qaytib kelgan joyim edi. Qo'y. Demak, qissadan qissa bugun podyelodичный железа onkologiyaga duch kelgan insonlar o'sha bo'ldi chorasi qolganlar, balkim mana shu videoni olib do'stlarga, yaqinlarga nima qilsa, sizni qidirib topib kelsa, aka, o'sha qizil zona yo qora zona, 5 ta ekan bandalik zonasi. Nimadir yechim yoki xato bitta bo'lsa ham success story sifatida nimadir yaxshilikka sababchi bo'lish imkoningiz bor. Bor. Chunki mana adam podyelodичный железа bo'lib aprelda bu nima bo'ldi? Birinchi yiqilib tushganlari fevral oxiri martda bo'ldi. Aqlimiz yetgancha yoki bu yoqqa rozi bo'linglar deganda avgustda o'tdilar 2018-yil. Vaholanki apreldan avgustgacha siznikidek hali hech qanaqa bir holat emasdi, prosta ko'zimiz oldida
bir insonni hali finishni primoyini kuzatdik. Bugun podyolodishni jeleza bilan onkologiya bo'layotganlar yuzlab, minglab hozir. Nega ular sizni bilmaydi yoki nega siz ular bilan hamkorlik qilmayapsiz? Yo siz bilimingiz qadrli emasmi? Yo siz ularga dalolat qilmayapsizmi? Endi bu yerda shunaqa siyosat borki, ko'plar men biror bitta tibbiyot oliygohi bitirmaganman. Xo'p. Men faqat o'zimni tajribamdan, boyagi ruscha aytganda metodim tekniyani shu biokimический protsessini, biomexanika protsessini o'zim topib, o'zimga moslab qilib, keyin o'zimni tanishimga, o'rtog'imga, bu tanishimga qilib, ularni imkoniyat darajadan chiqarib beraman. Lekin sal obrazovaniyroq odam buni ustida oq xalat yo'q-ku, bu meditsinskiy obrazovaniyasi yo'q-ku degan. Tirik qolgan o'zi-ku bitta mana bu kesimda bitta poligon qilgan. Shu bilan ko'zingni oldida yuzlab odamlar o'lyapti barran, bilasan. 100 tadan bittasi aka, men o'lganimdan ko'ra, shu Rustam aka degani bilan tandem qilib, bitta ilmiy ishingda shuni tajribasini menda qo'llaydigan odamlar chiqadi-ku. Birinchisi mana sizda. Siz bilan hozir shu podkastni olish niyatida ham ko'p muhtoj bo'lib, qo'lini tashab qo'yib, bo'ldi, bu yerga ketdim ekan degan insonlarga bu bitta motivatsiya. Hali yashayaptimi, ko'ryaptimi, eshityaptimi, nafas olyaptimi, hali imkoniyatlar bor. Demak, bu endi qizil zonadagiga sabab qiladi. Ideali men hozir o'zim yashil zonada bilmayman. Qizil zonada ham emasman, sariq zonadaman. Beparvo bo'lsam qizilga ketib qolishi mumkin. Sababini qilsam yashil zonaga qaytib olishim ehtimoli bor. Yo'q, siz hozir yashil zonadasiz. Biz yashilda biz, Siz yashildasiz. Chunki men sizni bilaman. Siz meni bilgan odam sifatida men o'zimni oldin bilganimga nisbatan energiyam kamligi uchun bu savolni aytyapman. Vaholanki men ham shita bitkasi yo'q, onkologiya bo'lgan bitta insonman. Shunda ham yashilmanmi? Referendum значение borda. Referendum значениеda analizda 1 bilan 10 ni ko'rsatyapti-da. Bu minimum, bu maksimum. Siz yashil zonani minimumiga turibsiz. Hali sariqqa o'tganimiz yo'q. Sariqqa o'tmaydi, lekin buni ko'paytirish imkoniyati bor-ku. Xo'p, mana bo'ldi. Hasan akani misolda. Burada endi Hasan akani qahramoni, mehmoni o'shani misolda bir samimiy bitta odam ko'rdi, kuzatdi, ertaga buni faktorga ulashdik, siz o'zingiz kanalingizga kesib tarqaldingizda, "Oka, yaxshi tema ekan. Mana biza borganda shu mavzuga umringizni, hayotingizni bag'ishlamoqchi bo'lsangiz, podkastlar uchun mana bizada qadriyatlar ustuvor deymiz Center Developmentda. Golden Lake loyihasi, Center House loyihasi shunaqa aqlli insonlarni, shunaqa tajribali insonlarni o'zini bilimini jamiyatga, millatga, mamlakatga, vatandoshlarga ulash uchun mana shu podkastlarni olish imkoniyatini bepulga beramiz. Siz xohlasangiz o'zingiz shaxsiy podkastlaringizni YouTube'ingizda qiling, Facebook, Telegram, Instagram'ingizda qiling, o'zingiz bilan ishlagan patsientlaringizni success storiesini intervyu formatda ochingda, undan keyin спрашивайте в аптеках город degandek, yo bemorlar, yo ularning oila a'zolari yoki shifokorlar, Rustam akani podkastingizni ko'rib qoldim. Xo'jayin chaqiryaptilar, bir kelib ketasizmi deb, bir qaysidir klinikani rukovodstosi yoki professorlari bir sizni taklif qilsa, demak, biz yaxshilikka sababchi bo'lgan bo'lamiz. Inshaalloh. Endi shunda ham siz ham men ham endi bir-birimizni salkam oxirgi 3-4 oydan beri yaqinroq muloqotda bo'ldik. Men siz oldingizga mana sport zalga chiqdim. Centers Fitnessda o'tda ham trener sifatida, ham sifatida menga qo'yib bersangiz, men sizni hozirgi holatdan ko'ra ancha yaxshi mehr bilan undan ham zo'r energiya olib chiqish bo'yicha ko'zim yetadi dedingiz. Lekin shunga qaramay, meni be'amalligim hali zdvig bo'lmasa-da, holat o'zgarmaydi, munosabat o'zgaradi. Choy ichdik, ko'proq muloqotda bo'ldik, safarda bo'ldik. Nimani noto'g'ri qilyapman, bexijolat basharasiga qaramay, aka xafa bo'lmang, mana efirda aytaman, men bu ishni noto'g'ri qilyapsiz. Titudan tisuda degan narsani ko'yniga qaramasdan, mayli qog'ozga o'rab bo'lsa ham, shu aytsangiz, odamlar o'zini aksini ko'rsin deyapman.
Hasan aka, agar rostdan shuni gapirgin desangiz, Rostdan men uni aytaman. qog'ozga o'rab aytaman. O'rabmi, o'ramayman, dillaqira qilmagan holda. Endi buni maqom qilib ayta qoling. Hasan aka, agar ovqatni dorini o'rnida bilib yemasangiz, unda dorini ovqatni o'rnida yeysiz. Acha. Endi bir narsa qilib aytay. Nima degani? Ovqatni dorini o'rnida bilib yeyish deganda endi nimani nazarda tutasiz? Nimani noto'g'ri yeyapman dori o'rnida? Nimani to'g'ri yeyapman va nimani to'g'ri yeyishim kerak va nimani chopishim kerak? Bugungi obetimizdan keltirib bering. Aytavering. Chunki aytasiz, har doim Hasanaga xafa bo'lmang, babshi dabdala. Beamalsiz. Chunki hech kim yetmaganda shu paytgacha. Hech qachon go'shtni, hech qachon esda tursin, o'zimni hamma eshitsin, hech qachon go'shtni shakarga aylanadigan modda bilan yeyish kerak emas. Ya'ni ruschasiga uni uglevod deydi. Go'shtni xolesterin deydi. Oqsilni uglevod bilan aralashtirib yeyish kerak emas. Sababi boyagi xolesterin, boyagi uglevod bu shakarga aylanadi. Oqsil xolesterin. Foydali xolesteriningizni o'zingiz glikeronik hemoglobin deyiladi analizda. Shuni oshirib yuborasiz. Ya'ni foydali xolesterinni yopishqonligini oshirib qo'yasiz. Shakar bu yopishqonlik ma'noni bildiradi. U qon tomiriga tushgandan keyin qon tomir devorlarida yopishib qoladi. Shuning uchun bilyashka degan narsa paydo bo'ladi. Endi men yegan narsamni misolda aytay, men tushunmadim ochiq. Xolesterin, Balig'ingiz bilan glikamin nima narsa nima? Balig'ingiz bilan somsani yedingiz. Somsa men yemadim. Unda balig'i qo'g'rilgan yog' bilan yedingiz. Siz aytmadingiz, endi ko'nglimga qaradi. Endi ayting deyapman. O'sha yerda u Demak, qo'rilgan baliq yemang demoqchisiz. u yog' уже переработанный rapsовый yog' deyiladi. Uni hech qanaqa imkon, u shakari qoldi xolos. Uni ichidagi fitonutrientlari tugab bo'ldi issiqda. Nutritsiologlar talqinida men yegan narsa zararimga ketdi hozir. O'sha yog' endi jigarga urg'u berdik. Jigarni kanallarida safro ishlab chiqarish kerak edi siz yegan yog'da. U yog' yemaydi, safro chiqarib chiqadigan kanallarni saqqichga o'xshab yopishtirib tashlaydi. Xo'p, mana qarang, biz bordik. Choy ichdingiz. Shirin choy. Shirin choy, limon choy ichdik. Bu mumkin emasmidi yo'qmi? Yo'q, shakar, уже uglevod siz yegan ovqatingiz jigarga tushishi bilan jigar buni me'yoridan oshib ketdi deydi, eshiklarni yopib qo'yadi. Xo'p, mana bexijolat aytaman. Bitta narsamni ekspress chekab qo'yasiz. Bugungi choyimni ichida ochiqchasiga befarq bo'lmagan inson sifatida Hasanaga limon choy va shirin choy ichmang demoqchisiz. Limon choy iching, lekin shakar qo'shmasdan. Xo'p, любой shakarli narsa bugundan boshqa Hasanaga iloji boricha choping deyapsiz. To'ppa-to'g'ri. Okey, men unaqacha shirinlikka любитель emasman, lekin shirinni kofeda ham, choyda ham to'xtatish muammo. Hozirgi kunda uni birdaniga ola olmaysiz. Chunki uni birdaniga olsangiz, jigaringiz hali uglevodni belok hazm qila olmayapti. Chunki belokdan shakar yasab, insulin yasab chiqarib beradi. Shu belok, uglevodlarni ham aqlga yetmayman. Oqsil nimaligini ham bilmayman. Qarang, soddaroq. Shunchalik darajada sodda inson bo'lasizmi siz, o'sha menman. Bo'l. Menga o'xshagan yuzlab minglab insonlar bor. Aka, nimadir deb uglevod deydimi, oqsil deydimi. Hasan aka, sizga shakarni hozir taqiqlab to'xtating desam, boshingiz og'rish boshlaydi. Acha unaqa og'riydigan daraja shirinlik nima emasmi lekin? Yo, agar 3 kun yemay, siqish boshlaydi. Chunki insulin tushib ketib qoladi. Shakar degan. Uni tanani o'zi ishlab chiqarish kerak. Nimadan ishlab chiqaradi tanani o'zi? Yegan mahsul oqsildan. Oqsil nima? Go'sht mahsuloti. Xo'p, go'sht yeyishingiz kerak deyapsiz. Mana boyaga qarang, boshqatda mayli, nima bo'lsa keyin yana shular qilib aytamiz. Shu aytayman, shunchalik anaqa bo'lar ekanki, bunaqasini ham ko'rganman deysiz. Menga o'xshaganlar uchun qadrli bo'ladi. Demak, bugun mana bitta obedni misolda audit qildik. Siz bilan bordik. Limon choyi iloji boricha o'zini shakarsiz iching dedingiz. Albatta. Ertaga, kecha u yoqda bu yoqda borsam kimdir arablik pixi choy deydi, kimdir yana fruktoviy choy deydi, kimdir yaginli choy deydi, kimdir yana bunasa imbirni choy deydi. Shirini bo'lsa jelatinli oddiy qora choy ichganim yaxshi. To'ppa-to'g'ri. Choy va suv turganda farqi yo'qmi yo suv prioritet berib choy o'rniga suv jelatinli ichish yaxshi? Kunni qaysi yarmiga qarab choy tanlanadi? Yo'q, men nimaga deyotgan, bir kunda suv ko'p ichishim mumkin, lekin kamida 10 choylik choy ichadigan odamlardan bittasiman. Choyxo'r xalq bo'ladi-yu, issiq choy ichaman, bo'sh qoldi deguncha uyimda termos bilan olib keladi. Mana shular choy olib kelmasa, meni qo'l so'kish eshitadi. Mana o'zim ichsam ichmasam birovga ham ber deyman-da, ichaveraman. Bitta ko'rsatuv ichida ba'zida ikkita choyni choy tinchitaman.
ko'p choy ichish, hali ko'p kofe ichyapman, zarari yo'qmi deydi-yu Obid Sobitov. Bor Men ko'p choy ichayotganim menga foydasi yo minusi yo me'yori qayerda? Agar siz qora choy ichayotgan bo'lsangiz, уже soat 3 bo'ldi. Bu sizga zararga o'tadi, chunki uning ichida kofeini bor. Sizni organizmingiz hali aktiv ishlatishga majbur qilyapti. Choydan oling. Agar ko'k choy ichganingizda, уже kechki kunning ikkinchi yarmiga organizm tinchlanib, uyquga tayyorlanish kerak. Siz ko'k choy ichganingizda, boyga ko'k choy sizni tinchlantirib, uyquga tayyorlaydi. Shuning uchun obeddan keyin kofe ichmanglar deymi? Organizmni искусственно uyg'otadi. Uxlamay tur deydi. Sal bodriroq bo'lib tur deydi. Vaholanki kechki tushganda siz melatonin gormon ishlab chiqarish o'rniga sizda hali testosteron, ya'ni endorfin bilan dopamin gormoni baland bo'lib turgan bo'ladi. Siz uni provotsировать qilayotgan bo'lasiz. Ruschasi. Xullas, ashula qilib aytganda, obeddan keyin ko'k choyga o'ting. Obedgacha qora choy ichsangiz ham demoqchisiz. Birinchi kunning yarmida sizga energiya beradigan, to'plivani yoqadigan, mashina zavod qiladigan narsani berishingiz kerak. Bir kunda bitta yoki ikkita kofe mumkin. Amerikan ichaman. Ikkita agar rosa xolis bo'lmasa, u ham obedgacha. Yo, atak bitta normal, a? Bitta Bitta ichmasang normal. bo'lmaydigan joyi yo'q? Bittani ichsangiz bo'ladi, agar sut qo'shib ichsangiz, sal kuchliroq bo'ladi. Menga nabarat odamlar sutlik kofe ichmaga semirib ketasan deganiga Amerikanaga o'tkazib qo'yishdi. Значит, u odam nutritsiologiyadan xabari yo'q. O'zingizlar kelishib olinglar, akalar, kimdir Amerikan ichdiysizlar, kimdir kapuchino ichdiysizlar. Sababini tushuntirib berish kerak-da. Nimaga ichmaysan? Nimaga ichmagan deyapsiz desangiz, savol bersangiz. Kommentariyada yozinglar. San belga tepasan, men yo'q o'raman qilib. U ham oqsil. Sut ichida oqsil, qanchadir. O'zimga kapuchino yoqardi. 5-6 ta aqlli odamlar aka kapuchinodan ko'ra shu Amerikanaga o'tib ola qoling deganda bitta Amerikanaga o'tmaganman. Ba'zida ko'payib ketsa ikkita Amerikani ichaman, bo'ldi, undan ko'p ichmayman. Kofening orqasidan Endi sizni hozirgi o'sha shitavidniy железа yo'qligini hisobiga moslab ketyapman. Sizga individual qarash, sizni mani keysimda odamlar ko'rsa, sizni qanaqa kompetensiyangiz, mayli endi rozi bo'lasizlar, Hasan aka o'zini manfaati yo'lda o'zini keysida razbor qildirib oldi deymiz. Bu to'g'ri ham-da. Haqiqat-ku. Sizga oqsil kerak deyapman, chunki tanaga oqsil kerak. Значит, kofein vazifasi me'yordan oshib ketsa, u kofeinni unaqa aqlli zot emas, u qonga tushgandan keyin mana foydali edi, mana zarari deb qoldira olmaydi. Dush kelgan narsani o'zi bilan olib ketadi. Ya'ni kofeni ko'p ichsang kalsiyni yuvib tashlaydi deydi-yu. Значит, uni kofeini qanaqadir taurini bilan uni zarar joyi borki, qonga tushgandan keyin miqdor oshib ketsa, nimanidir yuvib olib chiqib ketyapti degan fikr keladi. Agar shu paytda siz kalsiyni olib chiqib ketayotgan bo'lsa, o'rniga sut ham qo'shib qo'ysangiz, u kalsiyni olib chiqib keta olmaydi. Ya'ni o'rniga yana qoplab ketadi. Xolos, bir kun Amerikani, bir kun kapuchino balans qilib tursan, normalmi? Bo'ladi. Bo'ldi, kapuchino bo'ladigan xohlagan paytimda kapuchino Albatta. Через teoretik bir kunda bitta kofe ko'p emas, kam emas. Men har kuni o'zim bitta iste'mol. Yetadi. Ichmagandan ko'ra ichgan yaxshi, bitta ichgan yaxshi. Da, albatta. Ikkitadan ko'ra ham bitta yaxshi. Da. Bo'ldi. Okey. Oddiy Hasan akani misolda bitta aqlli inson, nutritsiolog Hasan akani ko'rsatuvga kelgan Rustam aka Po'latov gapiga qaraganda ko'p narsaga aqlim yetmasa, хотя бы через день bir kun kapuchino, bir kun amerikani ichsam, по крайней мере, xato qilmayman. Da, albatta. Obedgacha qora choy, obeddan keyin ko'k choyga o'tsam, xato qilmayman. U ham to'g'ri. Choyi ko'pi yoki kami? Ko'k choymi, qora choymi, me'yor bormi yo'qmi? Bor, chunki tana vaznini 1 kilo vazniga 30 milligram suv bu norma hisoblanadi agar siz hech qanaqa jismoniy harakat qilmagan bo'lsangiz. Endi men jismoniy harakat kam qiladiganlar kategoriyasidagi odamman. Menga o'xshagan yalqovlar yoshi o'tgandan keyin harakat kamlar insonlar. 1 kilo vazningizga 30 milligramni ko'paytirasiz, o'shanda bir kunlik ichish mumkin bo'lgan. Endi mana me'yorini oshirib olsangiz ham davleniyam ko'p. Nechi menda 86. 86 kilolik Hasan aka qancha choy ichish kerak? 2,5 litr. 3 ga ko'paytirasiz 80 ni. Xo'p, nima degani? 2 litr 400 bo'ladi. 2,5 litr bir kunda choy yoki suv. Suv, jidkist. Farqi suyuqlik. Suyuqlik. Bu choy, kofe hammasi. Ko'payib ketsa nima bo'ladi? Ko'payib ketish narsa bo'lmaydi, no ko'pincha gipertoniklarni davleniyasini oshirib yuboradi. Просто bizlar har xil odam eshityapti-ku. Mana shu hozir 1 litr bormi ekanmi? Ko'proq menimcha. Endi faraz qilmang, shu bir kunda kamda 5 ta 10 ta choyni ichadigan odam, это хорошо или плохо? В вашем случае это норм, chunki men bilaman sport zalga ham chiqasiz. Sport zalni ko'ryapsiz endi. Bir chiqamiz bir safar, sizga o'xshagan mukkazdan ketib, mehr bilan hali
nedistsiplinirni mana shu sloydagi odamlar Hasan akani bahonasida o'zini aksini ko'rsin. Bu Hasan anaqa chaynik ekan. Men Rustam akaga o'xshagan, yo men Sarvar akaga o'xshagan yoki men o'zini sohasini biladigan Maqsad va Ibrohim boshqaga o'xshaganlar menga qiziq emas. Lekin Hasan akamga o'xshagan bitta qarindoshim bor, akam bor, ukam bor. Mana shuni bitta ko'rgin deydiganlar uchun bunda ochsa yaxshi temani ochibdi desin. Unda biza baribir toshib ketgandan ko'ra me'yorida bo'lsin deganiga ma'qul qildik. Demak, choy jelatinni kamaytirganim yaxshi agar o'nta bo'lib ketgan bo'lsa. Da, albatta. Ko'pi nima minus beradi? Побочный эффект обратной связи. Pochkalaringiz o'z vaqtida o'z vazifasini bajara olmaydi, перегруженный bo'ladi. Analizlarda skorodingiz pochkamda перегружение yo'qmi? Demak, yomon emas. Xo'p, okey, ketdik. Choy bilan suvimga nima qildim? Choy, ko'k choy, qora choy yoki suv bo'lsa farqi bormi? Приравненный условия jelatinli suv ichaymi yo choy ichaveraymi? Suvni hozir buni targ'iboti to'g'ri bo'ladimi yo'qmi, lekin etkin deganingizga aytaman. Любой suvni orqasiga qarasangiz, mana bu yerda sostavini yozib qo'yibdi-da. Men eng ahamiyat beradigan joyi kalsiy degan joy. Mana bu suvda 40 ga 90 ni yozib qo'yibdi. Yaxshimi, yaxshi emas? Endi bu suvni qancha ichisingizga bog'liq, shuncha kalsiy sizga kirishi. Kalsiy ko'payib ketsa, qon tomirlaringizni qotirib tashlaydi. Ichidagi eritrotsitlarni bir-biriga yopishtirib tashlaydi. Me'yordan oshib ketib qolsa. O'shaning uchun bu ish qilmaydimi choy, ko'k choylar? Qiladi. O'shaning uchun uni me'yori kerak deyapman-da. Biz suvning ichida, choy ichida qancha kalsiy borligini bilmaymiz, chunki uning ichiga qanaqa suv quyilganini bilmaymiz. Biz el qatori. Endi nutritsiologiyada hamma narsani e'tiborga oladi. Nima yedingiz? Uning ichida qancha kalsiy bor edi? Endi tushundim. Yuzlab, minglab insonlar nutritsiologiyadan xabari yo'q, kimgadir Xudo azq qo'ygan sog' salomatda, kimdir boyiga yetgandek kaloriya bilan uglikatsiya qilyapti-da. Yechim topolmaydi. Yoki menga o'xshagan aqli yetmaydi. O'sha aqli yetmaydigan yo boshqa qilgan mana podsostda yurib energiyasi qochgan odamlarga bular muhim. Albatta. Buni me'yorni regulirat qiladi. Sizga o'xshagan mutaxassislarning oldiga borib, o'ziga xos suhbat qilsa nimadan boshlanadi? Siz borib analiz topshiring deysizmi, yo nima deysiz, yo bilan gaplashasizmi? Men birinchi bo'lib uni kun davomidagi hayotini so'rayman. Ertalabdan kechgacha nima ish bilan shug'ullanadi? Asabiymi ishi, oilasida tinchmi yoki nima muammolari bor? Chunki miya o'sha narsani yechimini yecha olmasa ham, lekin yechimini qidirib yuraveradi. Onlayn qidirib yuraveradi. Ya'ni xarajat ko'p. Endi uni qanaqa qilib biz tinchlantira olamiz? Nima yeyish kerakki, u shu holatida, hayotida uyida notinch, ishida notinch yoki sog'lig'ida notinch bo'lsa ham, o'shani asabini tinchlantiradigan mahsulotni hisobdan olib chiqishim kerak. O'shani yeb turish kerak. Boya aytganimdek, agar ovqatni dorini o'rnida yemasak, unda dorini ovqatni o'rnida yeysan degan joyim shunga to'g'ri keladi. Xo'p, bitta dorini ovqat yonida yeb yurgan odam yoningizda o'tiribdi. Hammaga ayting, salomingizni manjari nima uchun mumkin, nima uchun mumkin emas. Men 96 kilo edik, 86 ga chiqdik deb maqtanib yuraman, bu kishi yaxshi emas deb turibdilar. Endi sizdagi holat juda ko'p mehnat qilarmay, chunki energiyani boshqa narsaga ham ishlatishim kerak. Onsoroy yo'li bor ekan deb kimdir sizga tavsiya qilgan, chunki o'zingiz bilib yurmagansiz uni. Sizga kimdir bu boshidan o'tkazgan. Ana Lazzakam. Lazzakam endi shundan shu boshidan o'tkazgan odam. Yana boshidan o'tkazgan, lekin hozir a'zolar, do'stlar o'sha diabetik. Bizga ishongan odamlar, o'sha birodib 5-6 ta odam boshidan o'tkazdi, o'lmabdi. Sog' salomat yurgan ekan, aka mana bunaqa qiynalib yurganingizdan ko'ra ovqat yegingiz kelmaydi, manjara qiling deb, mana shu pidjaklar ham taqilmasdi. Bular ham taqiladigan paytga kelib oldik. Yengil yechimmi yo'li? Yo, endi unaqasini qila olmagandan keyin xataba qilaylikmi yo'q, luch qilmay yuraveringlarmi? Yana vesimizni 96 ni baribir yo'q, uni yechimi bor edi. Ham sog'lom, ham zararsiz. Men zararsizni hisoblayman. Qarasho, ham sog'lom, ham zararsiz. Hasan akamga o'xshab qo'pol qilayotganda manjarani nima qilib qo'ygan joyim yo'q, yeb qo'ygan joyim yo'q, hali ko'nglini og'irtaman deb. Manjarani iste'mol qilib ozgan, 10 kilo ozgan Hasan akaning savoli bunaqa emas. Hasan va Husan modeli bo'lsa, Husan modeli sifatida mana bunaqa qilish to'g'riroq bo'ladi degan fikringizni ayting. Siz nima tavsiya qilgan bo'lardingiz? Menga bundan 2 oy oldin manjarasi nima yechimi to'g'ri yechim bergan bo'lardingiz. Manjarasi boya 3 ta bo'limga bo'lib berdim.
sog'lom to'g'ri ovqat yesangiz badan jigar tozalab so'rilsa manjaradan 2 barobar kuchli ishlaydi. Mana metabolizm yaxshi emas. Hazm bo'lish qiyin. Shitavitkani udaleniyasidan hisob qiladigan bo'lsak, sizda muskul значит kam. Muskul ichida energiya ishlab chiqaradigan energiya stansiyalarimiz bor, nomi mitoxondriya deyiladi. O'shalar ishlay olmayotganiga Alloh taolo bizga shunaqa запасной energiya stansiyani bergan, shitavidniy железа deyiladi. Uni vazifasi gormon ishlab chiqaradi. Tireotripniy gormon deyiladi. O'sha gormon 2 xil gormon ishlab chiqaradi. Birinchi neaktivniy gormon ishlab chiqaradi, T4. Keyin o'sha T4 jigarga tushgandan keyin aktiv bo'lish kerak, uchga aylanadi. Shu T3 ga aylanish kerak. Uning uchun yana jigar javob bera olishi bilish kerak. Agar jigar unga ruxsat bersagina, u aktiv bo'ladi. Ya'ni yegan ovqatlaringiz hammasi energiyangiz полноценный telefonni zaryadga qilgandingiz, zaryadga olasiz, siz bemalol shitavitkani hisobiga emas, muskul hisobiga ishlaysiz. Lekin u bo'lmayaptimi? Shitavidniy железаga miya buyruq beraveradi. Tinmay, "Menga qara, ani muskullar yordam so'rayapti, yordam bergin" deydi. U shitavidniy железа tinmay ishlab chiqaraveradi. Lekin u ishlab chiqarayotgani yarim yo'lda parchalarni yuvib ketyapti. Aktiv bo'la olmayapti. Vaholanki muskullar har safar "Ber menga energiya" deydi. Bu "Mana senga jo'natib yuboraman" deydi, lekin ikkalasi bir-biri bilan uchrasha olmaydi. Unisi ham, bunisi ham "Ber" deydi, bunisi "Ma" deydi. Oxiri shitavitka ham o'tiradi-da, shunda gipertireoz degan kasallik kelib chiqadi. Ya'ni limfalar ishib rakoviy holatga olib keladi. Ya'ni mana bu babichka, ya'ni kapalaksimon bizada shitavidniy железа bor, o'sha ishishni boshlaydi. O'shani autoimmunniy kasallik deyiladi. Ya'ni o'zingizni organizm, o'zingizni xo'jaringiz ishlab chiqarayotgan antitelalarni o'ziga o'zi zarba berishni boshlaydi. Ya'ni o'zini o'zi tan ola olmaydi. O'shani autoimmun kasallik deydi. Masalan, ko'plarga shakaring yo'qligidan shakaring ko'payib ketdi desa tushunmaydi uni. Misol uchun sizga savol beraman. Hasan aka, sizni shakaringiz yo'qligidan shakaringiz ko'payib ketyapti desam nimani tushunasiz? Bilmayman. Nima degani deyman. Oshqozon osti bezi siz yegan ovqatingizdan shakar ishlab chiqarish kerak edi. O'sha yo'qligi uchun siz yeyotgan shakaringiz ko'payib ketyapti. Uni ishlab chiqarishiga siz ko'p yeb turib shakaringizni ko'paytirayotganingiz bu ishlab chiqarayotgan shakarni qabul qila olmaydi. Chunki siz yeb uni miqdorini oshirib tashlayapsiz. O'shaning uchun shakaringiz yo'qligiga shakaringiz ko'payib ketyapti. Buning yechimi shunaqa. Xullas bu yana borib jigar, megar boshqa tema. Baribir jigar. Endi sizlarni tabiringlar bilan aytganda o'ta spetsialistlar, mutaxassislar nima qilasizlar-da? Bizga o'xshagan odam mana bu yerda kabel ichida bunaqa 2 faza, 3 faza deb, "Aka, men gitara 2 tami, 3 tami chiroq yonadimi, yo'qmi" deymiz-da. U kabelingizni secheniyaси nima? Boshqa nima tushuntiradimi? O'sha endi sizlar bu sohaning mutaxassislar. Biz endi shu xullas chiroq yonmayapti, yo g'ira-shira yonyapti. Ashula qilingan versiyasi. Pozim Qorikam ham Abulay Samarqandiyning Tanbeh Qilqopining asarida holamni namlamlamni adarlar ekan, ashula qilib aytardilar. Bugun mana shunga o'xshagan kameralar, bugun mana shunga o'xshagan poligonlar sizga o'xshab bitta ko'rsatuvda hamma narsani ochib berish imkoni bo'lmagani uchun, albatta, mana birinchi zarbada tizzalargacha, ikkinchida bellargacha, uchinchida yelkalarda bo'lishi men aytaman, mehr qolar, muhabbat qolar. Jamiyatga, millatga, yurtdoshlarimizga bir qiymat bering-da. Bugun bizani kanal orqali va plus sizni kanalingiz orqali bu sizga to'g'ri kelmasa, meni ichimda to'g'ri kelyapti. Sen eshitmasang, men eshitaman deydi-yu. O'sha men eshitaman deydigan odamlar sizni kashf qilsin. Undan keyin anotga borib individual 100 so'mlik konsultatsiyangizni qaror qabul qilish uchun mana bu yerdagi YouTube'dagi sizni kompetensiyangizni, ichki dunyoyingizni ko'rsin. Buni o'xshatish qiladigan bo'lsa, YouTube'da Ulug'bek Rahmatullayev va Imronni yo boshqani ashulasini eshitdim-da, keyin konsertiga bordim. Sizni praktikumlaringizga kelsin. Keyin konsertdan tashqari to'yga niyat qildim-da, konsertiga 500 mingga borganimdan to'yga $1000, $2000 birovga chaqirdim. Lekin chaqirmasa hamma uni yaxshi ko'radi. YouTube'da minglab, millionlab insonlarga bu bilimni ulashganingiz uchun. Shuning uchun minglab, millionlab insonlarga bugun bitta siz bilan ko'rishgan 1 soatda hamma mavzuni ocha olmasak-da,
energiyani Hasan akani manfaati va Hasan akani muammosi jihatidan bir odamlarning e'tiborini jalb qilishga harakat qildik. Va bundan tashqari Rustam akani 20 yillik, 10 yillik, 5 yillik fokusi ketgan narsani bundan buyog'iga Rustam aka Rustam Live yo boshqa kanaliga davomli insonlarga ulashib borsin. O'zini talabalari, o'zini sportdagi shogirdlari, o'zini kimlargadir yaxshilik qilgani yoki o'zini boyaga aytgandek anaqa Sanjar aka moylarga o'xshagan opinion leader, celebrity, fikr yetakchilariga o'xshagan odamlar bilan xohlasangiz mana shu kamera sizniki har kun qiling, xohlasangiz har haftada bir martadan fikrlarni ulashingki, odamlar mana shu yerda Rustam Po'latov degani chiqibdi. Oki boshqalarni bilmadim, chal gapi qiziqtirdi deb borsin. Endi men buni okey boyadan beri nimalar dedingiz, xafa bo'lmang, ko'ngil uchun xo'p dedim. Baribir yaxshi otga bir qamchi, yomoniga ming qamchi desa, meniki bitta qamchida tushunmaydigan kalibr, saviya boshqa olamda-da. Hozir Xitoy tilida gapirganingizdan farqi yo'q. Faqat yonida bitta chiroyli odam o'tirgan uchun xo'p deb aqlli bit qilyapman, lekin tabiatan tushunmayman. Doktorga borsam ham diktofonga zapis qilaman-da, ayolimga nimadir dedi deyman. Chunki Turkiyaga borib ham check-up qildirib ham, men bu shitavitganda bir narsa bor ekan, uzil bor ekan. E'tibor qilib kelmaganman, uydagilarga yetmaganman, 2 yildan keyin onkologiya bo'lib metastaza berib yuborgan. Demoqchimanki, yetib turib, analiz qilib, boshqa desa ham u analiz topshirib, dorini olib ichmaydigan odamlardan analiz topshirib, nazarchilik bo'lsa, amal qilmaydigan kategoriyadagi tabiatdagi insonlardan biri bilan o'tiribsiz. Unaqa insonlar bormi desa, mendirman o'sha. Befarq emas, o'zini sog'ligiga, har bir narsaga sizga o'xshab sinchkovlik bilan kiradigan tabiatdagi insonlar bor. Biz o'sha uchun boyaga aytayotganimki, aka, baribir to'lq yo'q. Xullas, mana somsani yemang. Nima dedi? Desa, buni nos tuplama dedi. Hojiboyda o'sha bizga o'xshagan tuplama dedi deb, aka choy ichmang, aka suv ichmang, aka kofe ichmang, aka boyaga aytgandek kapuchino iching, amerikano ichmang deydigan ana non urovindagi shuncha narsani qoyillatsa-da, energiyasi enasiniga kirib ketayotganlar uchun bilimlaringizni ulashib tursangiz, в том числе o'zim ham albatta mana bunaqa avatar, mana bunaqa portretdagi odamlarga ham ashula qilib aytyaptilar degan narsa uchun, manfaat uchun, qiymat uchun, qadriyat uchun bu yerda o'tiramiz. Hasan aka, birinchidan siz hozir hamma narsani tushunib tursiz, sizdek bo'lish uchun, hali Hasan aka bo'lish uchun boshqa tomonda Hasan aka, energiya bobida Hasan aka. Hasan aka bo'lish uchun hammaga emas, lekin o'sha siz aytgandek misol keltirgan odamlar haqiqatan bu hozir nima dedi, tushunmadim degan odamlarga to'rgacha sanashni bilasizlarmi degan savol beraman. Boya menga ham aytdingiz, tushunmadim baribir. Yana bir marta ayting. Yana bir marta aytaman. Bir deganda bu ovqat yeyishni tizimi. Bir deganda albatta birinchi bo'lib suyuqlik ichish kerak, ya'ni suvmi, choymi? Choydan iching. Ha, choydan. Ya'ni bir sanashni bilamiz birgacha. 2 deganimizda o'sha yeydigan ovqatingizni tezroq badaningizga so'rilib berishi va jigarni qulupini kaliti bu salat bo'ladi. Ya'ni yashil bo'lgan
sabzavotli narsalar. Kimdir yesa ichi g'urilib dam bo'ladi, значит uni qaynatib yeyish kerak. Kimnikidir shundoq hazm qiladi, значит uni xom qilib ozgina yog' solib aralashtirib yesa ham bo'ladi. Ya'ni 2da bu salat bo'ladi. 3da bu asosiy ovqat. Nima yesangiz ham qat'iy nazar siz mana buni yeng, siz mana buni yesangiz zo'r bo'ladi, to'g'ri bo'ladi, hech kim aytolmayman. Milliard odam ko'rib turgan bo'lsa, ming odamga. Hasanga to'g'ri kelgan, Husanga to'g'ri kelmaydi. To'ppa-to'g'ri. Shuning uchun nima yeyishingizdan qat'iy nazaran 1-2 muhim, 3-inchisi siz yeydigan ovqatingiz. 4-inchisi boyagi 1ga qaytamiz. Osh qozon deb qo'yibdi. O'sha osh qozonda oshni pishirishni bilish kerak. Ya'ni oshni pishirish uchun ham uni ketma-ketligi bor. Birinchi issiq suvda qozonni chayasiz, qozonni tayyorlaysiz taom pishirishga. Keyin unga yog' solasiz, ya'ni o'sha oshdagi masalliqlarni qo'g'irib olib, me'yoriga yetkazib, keyin damlashga. Keyin ovqatni pishirib yeb bo'lganingizdan keyin siz uni yana chayib tashlaysiz. O'shanda ovqatga taqqoslasak, bir bu boyga osh qozonini yuvib tashlash, oldingi ovqat pishirilgan yuvindilardan. Ikkinchisi yog' solishingiz, ya'ni boyagi salat, yog' vazifasi qo'g'irib berish edi. Salat boyagi siz yegan ovqatingizni tezroq parchalab berib, jigari kalti bu. Ovqatni o'tkazib yuborib, badanga so'rilsin degan ma'noni bildiradi. Uchinchisi bu уже stroy material, tanaga kerakli mahsulotlar ichida bo'lsa agar siz yeydigan ovqatingiz, ya'ni ko'proq go'sht, xolesterin. Uni yeb bo'lganingizdan keyin, ya'ni qozonni ishlatib ovqat yeb bo'lganingizdan keyin bar qozonni yana yuvib qo'yasiz. 1 soatdan keyin boyagi 4 son yana ovqatni demak ovqatdan keyin issiqda yana choy ichimiz ba'zida zararimizga ishlayapti. Siz ovqat paytida agar suvni ichayotgan bo'lsangiz, unda yegan ovqatingiz umuman mazmuni yo'q. Uni ichidagi hamma foydali narsani suv bilan aralashtirib yorib, uni kuchsiz qilib qo'yasiz. Oddiy 100 benzin sotib olsangiz ham, uni ichiga suv qo'ysangiz, u 100 bo'la olmaydi. Oktanovich kislosi tushib ketdi degan. Oshqozonni ham xuddi shunaqa, uni ishlab chiqargan kislotasini suv bilan aralashtirayotganingiz uchun boyagi ovqatni parchalash jarayoni kuchsiz bo'ladi. Va yana o'sha ovqat bo'kadi. Bo'kkandan keyin o'zidan ishib gaz chiqaradi. O'shaning uchun oshqozon ishib ketadi, voy qornim ishib ketdi deb siz mizim qidirasiz, kekirish yo'lini qidirasiz. Aslida o'sha gaz o'zi pastdan tushib ketish kerak. Ketma-ketlikda. Tepaga chiqish kerak emas gaz. Kekirishingiz kerak emas. Kekirdingizmi, значит o't qopingiz, jigaringiz, oshqozoningiz, ichagingiz yaxshi ishlamayapti degan narsani dalolat beradi. Sodda qilib tushuntirgan. Yo, zo'r, ishoning, mana shu ko'rsatuvi, shunaqa suhbatni men bilan sizdagi narsa hozir o'sha oshxonada bo'lishi mumkin-da, bugun bu yerda. Siz o'zingiz auditoriyangizga, biz o'zimiz auditoriyamizga va bundan keyin juda yaxshi insonlarni hazm qilish yoki mana boshqa deylo me'yordan ko'p ovqat yeyish, noto'g'ri ovqatlanish mavzusi butun jamiyat uchun, butun mamlakat uchun, butun millat uchun aktual bo'lgani uchun aka, men bu yerda sizni nimangizni kashf qildim deb kimdir radioga chaqirsin, kimdir televideniyaga chaqirsin. Bugun biri-biridan ko'p klublar bor, biri-biridan ko'p Xudo ziyoda qilsin podkastlar bor. Hamma o'zini talqinida sizni chaqirsin. Chunki menda ham masalan qaysi soha mutaxassisi sifatida yuzlab podkastlarga chaqirishadi, yuzlab televideniyalarga chaqirishadi. Bir bilimimiz ularga qadrli ekan deb biz ham zavq olamiz, ular ham zavq oladi. Demak, bu mavzu ko'pchilikka yetib borishiga sababchi bo'ladi. Qolgani u qalbimizga Alloh bilguchi ajrini ham beradi, barakasini ham beradi, shaxsiy brendimizga ham ijobiy ta'sir qiladi. O'zimiz ham insonlarga ilm ulashdik deymiz, yaxshi. Demak, bugun bizani vaqtimiz, men o'sha aytganimdek 1 soat shunchalik tez o'tib ketdiki, atabi kimdir o'zi uchun Rustam aka Po'latov kashf qildi. Kimdir Rustam akani ovqatdagi to'g'ri yeyishi insonning energiyasi oshishiga va noto'g'ri ovqat qilishi insonning energiyasini tushishiga sabab degan bir o'shani kuychisi sifatida kashf qildi. Demak, biz agar bundan buyog'iga mana portretim misolda hali yana kamida 10 yil, 20 yil, 30 yil yana ko'pchilikka xizmat qilib, qiymat berib ota-onaga, bola-chaqaga, jamiyatga, millatga foydam tegsin desam, eng katta energiya resursim muhim jihati bu ovqatlanish. Albatta. Noto'g'ri ovqat qilsam, pastga qarab olib ketadi. Yashil zonadan sariqqa o'tasiz. Hozir shunga beparvo bo'lmay bir audit qilsam, tepaga chiqamiz. Albatta. Demak, bu
va bundan tashqari qolgan mavzulari mana yaqinda bu kafe klubdagi do'stlarimiz oldida Lazakam chaqirdilar. Bir qaysi ma'noda ulashdingiz? Afsuski uni videolari yo'q. 13-fevral kuni 2 kishilikni oldida emas. O'sha Hasan aka bilan gaplashgandan keyin o'sha klubga bu video ketdi. Zo'r gapiribdi. Faqat Hasan aka bu jihatdagi savollarni bermadilar deganlar uchun afsuski hammaga bo'lmasa-da klubimizdagi do'stlarga ulashamiz, lekin yaxshi jihati ular offline kelsa-da jamiyat sizni bizani boshqa auditoriya buni onlayn ko'rish imkoniga ega bo'ladi. O'sha uchun o'ylaymanki, klubda boya siz aytdingizki, Hasan aka, ikkita muhim mavzu bor. Qaysi mavzuga urg'u bersam klubga qadrli, insonlarga qadrli. Bugun mana bizani tomosha qilganlar, xudo xolasa biznes klub tadbirkorlari, muvaffaqiyatli, tajribali tadbirkorlarning klubida uchrashganda qaysi opsiya, qaysi tema bilan kelishni reja qilyapsiz va uni ichida biz ko'rib, bizga mana bu tema muhimroq ekan degan javob topishimiz kerak. Ikkalasi ham bir-biriga bog'liq. Umrni uzaytirish uchun nima yeyish kerak yoki energiyasini qanday qilib sarmoyasini to'g'ri taqsimlash haqida temani gapirdim. Ikkalasi ham bir-biriga bog'liq. Agar energiyani qanday qilib saqlab qolish haqida bo'lsa, shu temani mavzusini ochib beraman. Yoki energiyani qanday qilib ko'paytirish. Ya'ni bu nima taomli cho'kmaslik va o'sish ekan. Ha, albatta. Ikkalasi bir-biriga bog'liq. Demak, ikkalasini ham ocha olamiz ikkita. Albatta, ikkalasini 50 ga bo'lib, uni qanday qilib ko'paytirib, uni qanday qilib saqlab qolishni ham yo'lini aytishga harakat qilib berardim. Sizga o'xshagan insonlar manfaatli, ibratli, shunaqa insonlarga onlayn orqasida bo'lsa ham yordam bo'lsin degan fursatdan foydalanib shu temani iloji boricha oshkora qilib bergim keladi. Chunki meni o'tmishimdagi hayotimga odamlar qaytishini xohlamayman. Chunki kimdir buni eplolmaydi, kimdir buni eplolmaydi. Xo'p, mana qaytib nolga kirgandan keyin chiqdingiz, lekin nolga kelishingizga sababchi bo'lgan faktorlar nima edi? Energiyamni to'g'ri sarmoya qila olmaganim. Nima bo'lgan? Nima xulosa qoldingiz? Qanaqa energiyani? Hayotdagi mana bilmagan holda mana o'sha nolga ketayotgan bo'lsa. Hayotimdagi har xil vaziyatlarni yechimini bilmaganligimdan, uni ko'p o'ylab, yechimini qidirib, behuda mutaxassislarga murojaat qilmaganligim, bu meni katta xatoyim. O'shanga aqlim yetmagani bu katta xatoyim yoki o'zim aqlim yetmay uni yechimini qidirib, na plus o'rniga minusga kirib ketganlarim. Baribir tajribali insonlarga murojaat qilishim kerakligi aqlim yetdi. Endi shu tajribali insonlarni topa olmaganim uchun buni yechimini o'zim boyga ruscha aytganda metodim tikini boshqatdan noldan nima uchun shunaqa holatga tushadi odam? Nima qilsa shu holatdan chiqib ketadi odam? Qanaqa qilib chiqib ketgandan keyin buni uzoq vaqt ushlab tura olsa bo'ladigan fanlarni, bilimlarni olimlardan, kitoblardan, mana shunaqa onlayn suhbatlardan olib, o'zimga bitta platforma yasab, endi shu platformani o'zimga ravo ko'rib, undan yaxshi natijalar olganim uchun boshqalarga ham ulashkim kelyapti. Chunki Allohning oldida ham shu va'da qilib qo'ygan joyim bor. Qo'limdan kelganicha muhtoj bo'lgan insonga yordam bera olay degan mavzuda sizga o'xshagan insonlar bilan yaqinroq yurib, ommaga chiqarib berib, mana shu bahonasida biz X-Media kompaniyasini yolladim. X-Media kompaniyasi ham hozir ular mana shu dunyoga tarqatib berib, o'zimni xalqimga va musulmon O'zbekiston xalqiga tarqatib berishga yordam beradilar. Va sizga o'xshagan yaxshi insonlar bilan ham suhbatda bo'lib, maqsadimiz yaxshilik qilish. Xo'p, demak, nutritsiyologiya bu to'g'ri ovqatlanishmi? Albatta. Plus sport. Albatta. Plus yana nima? Tiklanish, uyqu. Uyqu muhim faktor. Juda muhim. Demak, siz o'zingiz mavzularingizda sport haqida gaplashasiz, sport jihatini ochasiz, to'g'ri ovqatlanishga alohida urg'u berasiz va uyquga alohida urg'u berasiz. Yana qaysi jihatlar bor? Bundan tashqari men targ'ib qilayotgan, kommunikatsiya, jon kuydirayotgan, muloqot qilayotganim ichida yana mavzular bor deganlarni eshitaman. Hayotga qanaqa qarash? Muammoni muammoligicha qabul qilmaslik, uni aqlan yechimini topish. Qandoq? Masalan, bittasi kelib bir ursa, bor, buni urishingiz kerak emas. Uni gap bilan ham to'xtatsa bo'lardi. U bilan urishaman desangiz, siz ham xuddi shunaqa
bitta ahmoq kelib bir urdi, uni ursangiz siz ahmoqdan nima farqingiz bor degan ma'noni ajratib berish. Xo'p, janjaldagi rukapashni haqida gaplashamiz. Lekin stress ko'rinishda, oilaviy tashvishlar ko'rinishda ming xil tashvishda kelyapti muammolar. Hammaning muammosi kimdir oiladan, kimdir puldan, kimdir munosabatdan. Spetsialistdan so'rash, bilmayman. Kim spetsialist? Siz o'shanaqa spetsialist sifatida tavsiyalar berasizmi o'zingizni suhbatlaringizda? Kim undan zo'r yashayapti? O'zi havas qilgan, hurmat qilgan odamlar. Kim undan zo'r yashayapti? Qarindoshida. Ana oilasi baxtli, hammasi tinch. Sen nima qilding xotining bilan yaxshi yashayapsan yoki xotin nima qilding ering bilan yaxshi yashayapsan? O'zini yaqin atrofdagi ishongan, dardini ayta oladigan odamiga borsin. Demak, bu o'sha holat o'zgarmaydi, munosabat o'zgaradi. Paradigma deymiz. Demak, mana Rustam aka Po'latov bugungi suhbatimiz, bugungi ko'rsatuvimiz qahramoni sifatida Hasan akam Centris Fitnessda borganda fitness trener sifatida bular bilan kashf qilib, 1-2 oy tanishib, safarlarda birga bo'lgandan keyin mana o'zim messejim bor, o'zim murojaatlarim bor degan narsalar bugun Xudo qalbimizga solib, bugun imkon bo'lib, o'ziga xos balkim tarixiy birinchi video suhbat bo'lib, ularni ham jamiyatga, millatga, o'zlarining auditoriyalariga yetadigan gaplari ko'pchilikning hayotini ijobiy tomonga o'zgarishiga sababchi bo'lishi mumkin. Azizlar, mavzuda nima sizga manzur keldi? Qaysi jihatlari manzur kelmadi? Albatta izohlarda yozib qoldiring. Men bu jihatlar haqida Rustam akam keyingi suhbatlarda fikrlarni, mavzularni yoritsalar yaxshi bo'lardi degan fikrlar bo'lsa, albatta kommentarlarda, izohlarda savollarni, feedbacklarni yozdirib qoldiringlar va yana qaysi qahramonlar bilan, qaysi mavzularda biz yoki nima Rustam akam o'zlarini podkastlarda, YouTube kanallarida, ijtimoiy tarmoqlarda qaysi jihatlarni yoritishlarini tavsiya qilasiz? Albatta izohlarda yozib qoldiring. Rustam aka, bugungi suhbatimiz ko'p bo'lmadi, lekin oz bo'lsa-da sozgina bo'lgandek bo'ldi. Nimadan ko'nglingiz to'lmadi bugungi birinchi suhbat kesimida? Mani har doim suhbatimning ko'ngli to'lmashi insonlarni hozir ko'rib turganlarning hammasini dardi ming xilda, mingtasiniki ming xil, shuni yechimini aytib bera olmaganim. Qolgani hammasi zo'r. Sizni o'ziga boshqani bilmadim, mana shu Rustam akada savolim bor. Rustam akada murojaatim bor desa qatdan topishadi? Facebook, Telegram, Instagram, YouTube. Hozirgi kunda zallaringiz bir klinika yo'qotlarda faoliyat ko'rsatadi. Hozir shu Instagram sahifasini yurg'izyapmiz, inshaalloh. YouTube kanalimiz ham ochilgan. Buni shu Instagram sahifamizda ommaga olib chiqib, webinar, seminar, onlayn, offlayn qilish imkoniyatingiz bormi? Albatta. Men buni bejiz aytmadim. Mana shu hali kellar qo'zg'olandi, mana shu kamera sizniki deydi. YouTube kanalingizda mana jamoadoshlaringiz kelgan bo'lsa ko'rishyapti. Ish qurolingiz soz bo'lsa, mashaqqatingiz oz bo'ladi. Xohlang har kun qiling, xohlang har hafta qiling, bepul. Rahmat. Bundan tashqari aka, yaxshi-yu, lekin tadbir qilsak bo'ladimi? Pastda 80 tagacha komfortni, 100 tagacha через них хочу. Bir tadbir qilaman, joy tadbir qilamiz desanglar, ular ham tekin. Faqatgina o'sha tashkiliy masala uchun kimdir necha puldan pul to'lab bo'lsa ham kofe break unga bunga qilamiz deb pulni olsanglar ham biz zallarni, sahnalarni, tadbirlar zallarini beramiz. Faqat aybimiz bor, kechqurun bera olamiz bu imkoniyatni. Haftaning kunlari shanba oddiq, bexijolat kun davomida bera olamiz. Siz bizlarning qaysidir tadbirlarimizga kelsangiz, ko'rasiz yoki jamoadoshlaringiz. Nimaga? Odamlar seminar, webinar orqali sizni kashf qiladi. Seminar orqali yaqindan tanishish imkoni bo'ladi. Undan keyin o'sha konsultatsiya xizmatingizdan foydalanadi. Yoki anunda sizda biz zaldaligimizni aytdingiz, men zalga odamlarni chaqirishim uchun nima qilish kerak? Aytdim, kontrakt bormi? Kontrakt bor. Dalolat qiling, daromad qiling. Pulni mehnatingiz uchun olasiz, lekin 100 so'm emas, $100,000 olgan bo'lsam, qanaqa samimiy mehr bilan ulashardim desa, biz buni barakasini, ajrini ko'rdik. O'shaning uchun o'ylaymanki, bugun sizni birinchi biza hattoki hali afsuski noto'g'ri misol bo'lsa-da, birinchi dozani bepul beradi-yu, keyin odam yoqib qolgandan keyin boradi. Mana shu birinchi efirni chaqirib, o'zim tashabbus sifatida siz birinchi insonman, siz yuzlab, minglab bugun auditoriyaga o'zini dalolat qilgan insonlar ham qachondir birinchi marta N-Factor biznes inkubator vazifasini bajarib, jamiyatga, millatga, vatandoshlarimizga bugun ilmini dalolat qilishiga sababchi bo'ldi. Siz ham bugun
M-Factor tarixida yoki mana Centris Zone loyihasida o'tiribmiz. Centris Towers showroomida. Golden Lake loyihasi, Centris Towers loyihasi bu Centris Development kompaniyaning ikkita eng nufuzli loyihalaridan. Albatta, hamkorlarimiz, homiylarimiz, shu loyihani tashabbuskori, donori ular Centris Development kompaniyasi va uning rahbariyatiga biz alohida bu imkoniyatni yaratib bergani uchun minnatdorchilik bildiramiz. Azizlar, boshqalarga ham dalolat qiling. Nafaqat Rustam aka, bugun Manaman degan O'zbekistonda marketingda, targetingda, brendingda, SMMda, yana boshqa narsada jamiyat uchun, millat uchun, mamlakat uchun salbiy ta'sir qilmaydigan qadriyatlar ustuvorimiz. Qadriyatimizga to'g'ri kelgan, siyosatga qarshi bo'lmagan, diyonatga qarshi bo'lmagan, Ahmadboy bo'lmagan, mashinnik bo'lmagan, konflikt interesimizga to'g'ri kelmagan, ichkilik, aroq, alkogol, yana boshqa nojo'ya ishlar bo'lmagan soha vakillariga biz bitta mana shunaqa podkast olishi ko'chada bundan zo'r pavilyon yo'q. Shunaqa narsani va texnikasi bilan va infrastrukturasi bilan montaj qilish jarayoniga $1000 dan kam pul ketmaydi. Biza bir yil ichida 1000 ta tekinga grant beryapmiz. Shu 1000 tani bittasini olib yopib ketishingiz ham mumkin, 10 tasidan foydalanishingiz mumkin. Bir yil ichida 52 ta haftada bittadan qilaman desa, 52 tasidan foydalanish har bir bizani tomosha qilayotgan insonning imkoni bor. Bexijolatmi? Bexijolat. Kelinglar foydalaning. Buni bizaga hattoki shu sohadan yo'l bosib o'tgan inson sifatida na partiya, na palata, na hokimiyat, na fond forumna hech qaysi tadbirkorlik qo'llab-quvvatlashi yo'q, innovatsiya vaziri hech kim bunaqa yordam qilmagan. Yagona bizaga M-Factor rivojiga katta xizmat qilgan, katta qo'llab-quvvatlagan, yordam bergan bitta tashkilot Yoshlar ishlari agentligi Alisher Sa'dullayev, Xayrlaka Sattorov 2 milliard pul qurilish jarayonida berib va uni bepulga ishlatib 2 yil ichida qaytarib berish sharti bilan olyapmiz. Biz hech kimdan pulni qaytarib beringlar demayapmiz. Agar $1000 dan bo'lsa 1 million grant bor. 365 kun 365 ta tadbir bo'lsa $1000 dan tejasa $300,000 bor. Shu $1 million dan ziyod grantni kimdir 100 ta, kimdir 10 ta, kimdir 5 ta. Kim qanchasini asvoyat qila olsa, O'zbekistonda insonlarning dunyo qarashi o'zgara olsa, qadriyatlar ustuvor. O'sha Centris Development'ni asl manfaati, qiymati, munosabatlar marketing. Shu kompaniyaga bo'lgan ijobiy munosabat, buni qalbi Alloh bilguchi shu mansani o'zimiz oldimizga maqsad qildik. O'sha uchun biz dalolat qildik. Siz ham mana shu joy yoqdi. Biz ham shaxsiy brend uchun podkast studiya ochdik. Ana tadbirlar zalini ochdik. Texnikani arendaga ochdik, montajyorlarni arendaga ochdik. Sizlar hech narsaga pulingiz ketmas. Faqat promotion jamoangizga pul sarflang, bundan tejalganini loyihani rivojiga ishlatinglar. O'sha ketgan xarajatingizni tejab qolib, 100 ta emas, 1000 ta odamga yaxshilik qilish imkoniga ega bo'linglar. Onlayn kursingizni zapis qilasizmi? Taqdimotingizni qilasizmi? Biz bunga sababchi bo'lsak xursand bo'lamiz. Bizga yurtda tinchlik bo'lib, do'stlar salomat bo'lsa bas. Rustam aka salomat bo'ling. Rahmat Hasan aka.